O'zbekistonda hamda jahonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Chiqindidan qarzdorlarning svet uchun to'lov qilinishi cheklash haqidagi qonun imzolandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qonun 8-iyundan boshlab kuchga kiradi. Chiqindidan qarzdor iste'molchi ogohlantiruvchi SMS yuborilgandan keyin 5 kun muhlat beriladi. Agar qarz qoplanmasa toki qarzni yopmaguncha ushbu iste'molchidan elektr uchun to'lovlar qabul qilinmaydi. Avvalroq Namangandagi 1,1 milliondan ortiq iste'molchilarga aslida ko'rsatilmagan chiqindi xizmati uchun 18 milliard so'mdan ortiq haq hisoblangani ma'lum bo'lgan edi. O'zbekistonda 2025-yil 8-iyundan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatidan qarzdorligi bo'lgan iste'molchilardan elektr energiyasi uchun to'lovlarni qabul qilish to'xtatib qo'yiladi. Bu haqda qonun 7-mart kuni imzolandi. Qonunga ko'ra, chiqindidan qarzdor iste'molchilarga ogohlantiruvchi SMS yuboriladi. Shundan keyin qarzdorlik 5 kun ichida bartaraf etilmasa, ushbu iste'molchi toki qarzdorlik bartaraf etilgunga qadar elektr energiyasi uchun to'lovni amalga oshira olmaydi. Qarz to'langach kiritilgan cheklov avtomatik bekor qilinishi kerak. Chiqindi xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar to'lovning ishonchli va to'g'ri hisob-kitob qilinishi uchun javobgar bo'ladi. Bu talab buzilgan taqdirda yetkazilgan zararning o'rnini qoplaydi. Qonun 2025-yil 8-iyunga kuchga kiradi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda chiqindi xizmatini ko'rsatuvchi tashkilotlar ko'plab hududlarda o'z vazifasini lozim darajada bajarmasligi, qator hollarda aslida ko'rsatilmagan xizmatlar uchun iste'molchilarning zimmasida qarzdorlik yuklab qo'yilishi e'tiborga sabab bo'lgan edi. Xususan, o'tgan yilgi Raqobat qo'mitasi Namangan viloyatidagi 1,1 milliondan ortiq iste'molchiga aslida ko'rsatilmagan chiqindi xizmati uchun 18 milliard so'mdan ortiq haq hisoblangani aniqlangan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.